Nima bo'lsa bo'ldi, xalq maza qilsin akalar. Razmeri 270 ga 3 metrlik xon so'ri deyiladi. Bu taxtalarga bitta baho berib qo'yasizlar. Oyoqlar 100% yong'oqdan bo'lgan, juda ham qattiq material bo'ladi. Pollari shpon, lagalari har 60 sm ga tashalgan. Razmeri 270 ga 3 metr, 14 kishilik so'ri. Buni narxini 5,5 million so'mga Vodiyga shahar markaziga bepul. Voha Toshkent bo'ladigan bo'lsa, buni yig'iladigan holatda qilib beramiz. Dastavkasiga 200 mingdan 400 minggacha qo'shiladi. Endi bundan tashqari 270 ga 3 metrli oyoqlari qayrag'ochdan bo'lgan, bu joylari 5 li qilingan, ko'rib turganingizdek mustahkam, pollari shpon, lagalari joyida. Hamma yo'g'i cho'tki ishlangan so'ri 14 kishini ichiga oladi. Buni narxi 5 million 700 ming so'mga Vodiyga bepul. Endi bunisi 3 ga 3 so'raganlar uchun pollarigacha lak qilingan, pollari shpon, lagalari joyida, oyoqlari qayrag'och, atrof taxtalari 5 li qilingan, 100% rossiyskiy sasna. 5 million 700 ming so'm, bunisi ham 5 million 700 ming so'm. Ekrandagi nomerlarga Telegramdan yozib aloqa chiqarasizlar.